Assalomu alaykum o'quvchilar. Sizlar bilan yangi darslar turkumini boshlaymiz. Bu video darslarda sizlar bilan JavaScriptda regular expression degan narsani o'rganamiz. Regular expressions bu muhim o'rganilishi kerak bo'lgan va har bir dasturchi JavaScript dasturchi bilishi kerak bo'lgan eng muhim narsalardan biri regular expressions. Xo'p, birdan ta'rifiga o'taylik. Nima deyapti? Regexp yoki regexp ham deyiladi. Regular expressions bu matnni qidirish va tekshirish uchun yoziladigan maxsus ifoda deyapti. Ya'ni regular expressions bu bir maxsus ifoda ekan. JavaScript asosidagi maxsus ifoda. Nima maqsadda ishlatiladi? Matnni qidirish va tekshirish uchun. Ya'ni bu degani matnni ichidan biz biror bir o'zimiz xohlaydigan matnni qidirmoqchi bo'lsak, regular expression yordamida qidirib topamiz o'shani. Va yoki bo'lmasa, o'sha matnning ichida shu biz xohlayotgan bir qiymat bormi, yo'qmi, shuni tekshirmoqchi bo'lsak, unda ham shu regular expressiondan foydalanamiz. Demak, regular expression bu maxsus ifoda ekan. Uni qiladigan ishi matn ichidan biz xohlagan qiymatni qidirib topib qidiradi yoki bo'lmasa bor yo yo'qligini aytishda ishlatiladi. Mana bu yerda aytilyapti, masalan deyapti, biror telefon raqam formati to'g'ri yoki to'g'ri emasligi, email to'g'ri yozilganmi, mana shunday narsalarda ishlatiladi deyapti. Xo'p, bir oddiy birinchi misol ko'rinishda tushuntirib ketay. Mana masalan, mana bu yerda ko'rib turibmiz. Hozir qaytadan yozaylik shuni. Mana hello world bor, bizda stringimiz bor, deylik. Shu stringni ichida world so'zi bor yo yo'qligini topishimiz kerak, qidirib topishimiz kerak. Mana shu stringda, deylik, bu stringning ichida yana ko'p narsalar bor. Shuning ichidan worldni qidirib topib olishimiz kerak, chiqarib olishimiz kerak. Nima qilamiz? Console logga yozaylik. Console log. Buning uchun o'zi alohida match degan metod bor. Adashmasam sizlar buni o'tgansizlar. Xo'p, match metodi o'ziga argument qilib regular expression da oladi. Ya'ni match metodi nima ish qiladi desalaring, unga regular expression kerak. Ya'ni u nima qidirishi kerakligini regular expression orqali biz yozishimiz kerak. Regular expression mana bunaqa nima bilan yoziladi? Slash bilan yoziladi. Uning ichiga nima qidirayotganimizni yozamiz. Masalan, world so'zini qidiryapmiz. Shunda match shu regular expressionni oladi-da, shu stringning ichidan shunga to'g'ri keladiganini topadi. Va uni keyin console logga biz chiqaryapmiz. Mana javobi, match shunda bizga array qaytardi. Mana worldni topdi. Qidirib topib chiqarib oldi. Matchni qiladigan ishi shunday. Stringning ichidan biz yozgan regular expressionga qarab qiymatni topadi-da, topib keyin array qilib qaytaradi. Arrayning ichida qiymatni qaytaradi, keyin qayerdan topganini indeksi, keyin o'zi umuman stringning o'zi qanaqaligini shularni qaytaradi. Ya'ni regular expression degani boyaga aytganimizdek, bu matnning ichidan biror bir narsani qidirishda mana ishlatildi. Shu yerda mana biz ishlatdik. Qidirib o'sha match qidirishda regular expressiondan foydalandi, topgandan keyin uni bizga chiqarib berdi. Yoki bo'lmasa mana aytayapti, tekshirish, ya'ni matnning ichida biror narsa bor yo yo'qligini tekshirishda ham ishlatiladi deyapti. Mana test degan metod bor. Ikkinchisi bu o'sha bor yo yo'qligini bilishda ishlatsak bo'ladi. Console string nimani xato qildik? Test degan metoddan nimani xato qildik? Bo'ldi, nimada xato qilibmiz? Biz test sal boshqacharoq ishlaydi. Testda chapachasi bo'ladi. Biz birinchi regular expression deb bu yerga yozamiz. Ko'ryapsizlar, birinchi slash qo'yilib, keyin qidirishimiz kerak bo'lgan so'z yozilyapti, keyin test qo'yilib, keyin unga string deb beramiz. Shunda biz aytamizki, mana shu regular expressionga mos tushadigan narsa stringning ichida bormi deb testga aytyapmiz. Test shunda regular expressionimizni oladi-da, stringning ichidan qidiradi, keyin agar shu bor bo'lsa true qaytaradi, yo'q bo'lsa false qaytaradi. Mana true qaytardi, chunki haqiqatan ham world degan narsa bor. Masalan, biz shunchaki
O'zbekiston degan so'zni qidirsak, mana false qaytaradi. Demak, qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, yana bir marta takrorlaydigan bo'lsak, regular expression bu matnni ichidagi qiymatni qidirishda va bor yo yo'qligini tekshirishda ishlatiladigan maxsus ifoda. Xo'p, endi qayerda ishlatiladi? Real hayotda qayerda ishlatiladi desa, mana ikkita misolda ko'rsatyapmiz. Aslida bundan ham ko'p holatlar bor. Mana formalarni tekshirishda ishlatiladi regular expression. Mana telefon raqam validatsiyasi deyapti. Ba'zida bilasizlar, formada telefon raqam so'raydigan joy bo'ladi. Telefon raqam so'raydigan joy bo'ladi. O'sha yerga masalan foydalanuvchi uzun raqam kiritib tashlashi mumkin. Bu biz xohlaydigan narsa emas. Biz nimani xohlaymiz? Biz xohlaymizki, u kiritiladigan raqam plus ko'rinishda bo'lsin, keyin xalqaro kodi bo'lsin, masalan, keyin ichki kodlari bo'lsin, keyin o'sha raqamlar bo'lsin. Mana shunday maqsadlarda ham biz regular expressionni ishlatsak bo'ladi. Va yana aytyapti, mana email tekshiruvida deyapti. Email tekshiruvi Google'da akkaunt ochganlaringda bilasizlar, parol kirit deydi. Parolni oddiy kiritsalaring sizlarga qizil qaytaradi. Noto'g'ri deydi. Parolda deydi raqam bo'lsin, so'z bu harflar bo'lsin va qandaydir bir belgilar bo'lsin degan nimani chiqaradi. Keyin agar sizlar shunaqa parol kiritsalaring, keyin sizlarni o'tkazib yuboradi. Demak, ana shu joyda ham nima ishlatiladi? Regular expression ishlatiladi. Ya'ni o'sha matnda sizlar kiritgan matnning ichidan qidiradida, shu biz xohlaydigan, ya'ni o'zi xohlaydigan qiymatga mos keladimi yo'qmi, formati to'g'ri keladimi tekshiradida va buni regular expression yordamida qiladida, to'g'ri kelsa o'tkazadi, to'g'ri kelmasa o'tkazmaydi. Mana parolni o'sha kuchi degan o'sha boyagi narsa. Yoki bo'lmasa, mana ikkinchi yo'li ishlatiladigan joyi matndan ma'lumot ajratib olish. Mana aytyapti, faqat raqamlarni olish. Mana bizda mana shunday matn turibdi. Shuni ichidan faqat raqam qismini yulib olmoqchi bo'lsak, shu yerda ham mana regular expressionni ishlatsak bo'ladi. Yoki deyapti, matnda faqat harflarni qoldirish. Xatolarni tozalab tashlash, matnning ichida keraksiz so'zlarni, bizga keraksiz bo'lgan so'zlarni topib, shularni ichini tozalab tashlash. Shunaqa holatlarda ishlatiladi. Ko'rib turganlaringdek, regular expressionni qo'llanish spektri ancha katta. Qo'llanish doirasi ancha katta. Lekin bitta aynan qanday holatlarda qo'llaniladi? Qachonki o'sha matnda o'sha murakkab holatlar bo'lsa, o'sha murakkab mantiqiy, mana emailni tekshiruvga o'xshash holatlar bo'lsa, shunday holatlarda ishlatiladi. Menimcha shu yetarli. Regular expression haqida boshlang'ich tushunchani o'zi yetarli. Endi keyingi darsdan chuqurroq kirishga o'tamiz.